ota-onasini huzurida baqirish, ularga qo'pol muomala qilishlik, siz bilmaysiz, jim turing deyishlik, umuman bu narsalar birortasi ularga qo'limizni begiz qilish, hattoki poyabzalini yechmasdan ota-onasiga nisbatan muomala qilgan odamni eng og'ir gunohlar kutayotganligi haqida ulamolarimiz aytadilar. Shuning uchun demak, har birimiz yoshlar, ayniqsa akalarimiz, ukalarimiz ehtiyot bo'laylik. Baxt saodatni boshqa joydan axtarmang. Siz uchun alohida bir ishim yurmayapti, unaqa bo'lmayapti, men ko'p joyda aytayapman. Oy, baraka topgur. Dam soladigan domlani kerak yo'q. Eng katta domillo ota-ona. U rus bo'ladimi? U yahudiy bo'ladimi? Majusiy bo'ladimi? Nasroniy bo'ladimi? Xotinning xunigi chiroyligi bo'lishi mumkin. Onaning xunigi bo'lmaydi. Onaning yomoni bo'lmaydi. Ona